Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlarim, qadrli O'zbekiston, Qirg'izistonlik va Tojikistonlik musofirlarim, Rossiya territoriyasiga kelib ishlamoqchi bo'lib turgan yurtdoshlarimga muhim xabarlarni yetkazib qo'ymoqchi edim. Hozir Rossiyada 3 ga 9, 3 oyga 9 oy. Получается, agar 3 oyda ichida siz Rossiya territoriyasiga o'zingizni legalizatsiya qilib dokument qilmasangiz, uchib kelganingizdan keyin siz 9 oy O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga borib yurib kelishingizga to'g'ri kelyapti. Oldingidaqa 3 oygacha ulgurmasangiz, kirdi chiqdi qilib dokument qilishlar hozir avtomatik qoldi. Siz keldingiz, Rossiya territoriyasiga qo'ndingiz, birinchi qiladigan ishingiz borib meditsina qog'ozini topshirasiz, meditsina topshirasiz, Rossiya territoriyasida Peterda hozir данный момент 9000 rubl. Meditsina topshirganingizdan keyin bir haftadan keyin javob chiqadi. O javobini olganingizdan keyin borib registratsiya qilsangiz, sizga 3 oy registratsiya qilib beradi. Основание siz keldingiz, migratsion kartangizga qaraydi, meditsina qog'oziga qaraydi, 3 oy sizga registratsiya qilib beradi. Agar siz kelib birdan registratsiyaga borib topshiradigan bo'lsangiz, sizga 1 oy registratsiya qilib beradi. Shu sababdan kim O'zbekistondan Rossiyaga kelmoqchi bo'lsa, iltimos mana shu narsalarga ahamiyat berishingizni so'rab qolardim. Birinchi очередь keldingiz, tushdingiz, birdan meditsinani topshiringda, avtomatik registratsiyani keyin topshiringda, 2 haftadan keyin hamma dokumentingizni qilganingizdan keyin spokойно patentga harakat qilingda. Patentlaringizni olganingizdan keyin, как положено, zakon bo'yicha vaqtida to'lang, vaqtida registratsiya qiling. Hozir registratsiya qilmoqchi bo'lsangiz, как положено, siz birinchi patent to'lashingiz kerak. O'sha to'langan patent asosida siz keyin registratsiya qila olasiz. Masalan, sizda patentingiz 3 oylik to'landimi zarani, 3 oylik oldindan to'ladingizmi, 2 kundan keyin borasiz, sizga 3 oylik registratsiya qilib beradi. Xohlasangiz patent olganingizdan keyin 1 yillik chek to'lang, birdan 1 yillik registratsiya qiling. Xohlasangiz 1 oylik chek to'lang, 1 oylik registratsiya qiling. Shu narsalarga ahamiyat berishingizni so'rab qolardim va to'liq ma'lumot uchun nomerimni takka qoldiraman, yozib telefon qilib so'rashingiz mumkin. Registratsiya, meditsina обязательно qilish kerak. Odam Rossiya territoriyasiga qo'ngandan so'ng обязательно